Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Ali Minecraft do'stlar. Bugun do'stlar sizlar bilan TNT videosining ikkinchi qismini o'tgan qismda 10 talak yig'ib beringlar desam 15 dan 16 yig'sizlar. Sizlarga kattakon rahmat. Va biz videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin obuna va like bosib qo'ysangiz eng qiziq TNTlar portlatamiz. Qanimizga biz ket. Do'stlar sizlar bilan birinchi TNTni portlatamiz. Mana shunaqa TNT ekan. Ya bu oddiy ekan, lekin oldingizda ham portlashga ehtiyot bo'lish kerak. Spidermanga o'sha urgumchakka o'xshab ketarkan, ha? Urgumchak. Ha, portlatib urgumchaklar paydo qilar ekan, yaxshi. Mana do'stlar, sizlar eng mega TNTimiz. Prosta qaraymiz. Juda katta joyda aslida maydalashib borar ekan. Kattaroq joyda portlatish uchun. Do'stlar. Juda katta joy do'stlar, qarab qolish kerak. Keyingi TNTimiz maydaroqqa ham o'xshab ketar ekan mana. Qayerga ketyapti? Mana do'stlar, sizlarga eng zo'r TNTlardan. To'xtanglar. Buni sal tekisroq joyga qo'yamiz. Endi mana shu yerda portlasa normal bo'ladi, qaranglar. Prosta tomosha qilinglar. Normal TNTlar. Endi keyingisi bu nimaga o'xshayapti? Ko'rinmas TNT ekan do'stlar, mana unaqa narsa paydo qiladi. Bo'ladi o'rtacha. Sizlar keyingi TNTimiz kuchukchani rasmi bor ekan. Va ketdi. Kuchukchalar paydo qilar ekan. To'xtab turamiz shu joyda. Keyingisi dragon qanoti bor ekan. Dragonmi do'stlar? Do'stlar, men qo'rqib ketdim to'g'risi. Dragon nafasi bor ekan, hammaga tegadi. Qo'rqinchli ekan ovozi do'stlar. Prosta qaranglar. Noto'g'ri ekan bu. Buni biz tog'da mana shunaqa joylarda portlatamiz. Do'stlar, hozir portlatib beraman. Mana do'stlar, teshildi ana. Juda zo'r TNT ekan bu ham. Endi keyingilarni ko'ramiz. Yaxshiroqlari oldinda bo'lishi ham mumkin, bilmayman. Men hali portlatib ham ko'rganim yo'q. Mana shu portlatamiz. Nima bo'ldi? Qaytadan portlatamiz, nima bo'lgan bilmadim. Bu boshqa narsa ekan. Keyingi TNT nima bu? Qanaqa TNTga o'xshayapti? Ovqatlar yo'q, do'stlar, nimalar bu? Shuncha ovqat. Bu zo'r TNT ekan. Mana shuni sizlarga tavsiya qilaman. Hammasi Telegram kanaliga tashlab boraman. O'rtog'im Telegram kanaliga tashlab boradi. Telegram kanaliga o'tishni hamma biladi, to'g'rimi? Do'stlar, juda katta portlash bo'ldi. Qo'tyapti. Yo'q, do'stlar, eng zo'ri mana shu ekan. Keyingisini ham ko'ramiz. TNT mana shu ham yaxshi deb o'ylayapman, lekin u boyagi TNT juda zo'r ekan. Bu o'rtacha bo'ladi. Endi mana bu yumaloqni portlatamiz. Muzga ham o'xshab ketadi do'stlar. Yo'qda nima?
Xor do'stlar. Qor, normalniy o'rtacha. Keyingi so'roq turibdimi do'stlar? Qanaqa tentegan? Nimadir bo'ldi do'stlar. Nega men hech narsa qilmadim? Ha, bu qo'shiq ekan. Mana bunisi endi do'stlar. Ko'rinishi menga juda yoqdi. Eng yoqqani mana shu ko'rinishlardan. Mana. Yo do'stlar. Do'stlar, nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti do'stlar? Mana shu eng zo'r ekan, tan olaman, bo'ldi. Katta portlash bo'lmasa ham yaxshi chiroyli ekan ko'rinish, ham ko'rinishga yarasha zo'r ekan. Ikkitama qoldi do'stlar. Mana shu va mana shu. Birinchi portlatib ko'ramiz buni. Do'stlar. Keyingisi do'stlar. Nimalar bo'lyapti do'stlar? Hammasi har xil joyga ketar ekan do'stlar. Va do'stlar, video shu joyda tugaydi. Like bosishni unutmanglar do'stlar. Har bitta like men uchun yangi videolar chiqarish uchun yordam beradi. Tugatdik.